Assalomu alaykum hurmatli Saxovat Pisha insonlar. Men bugun qizim Narbudan olaqanda bo'lib sizlarga bir iltimos bilan chiqdim. Qizim 5 yil 6 yildan beri jigar sirroz kasali bilan kurashadi. Imkon qadar yordam qilyapman. Bolam-ku aytadi-ku, bog'ingda bulbul sayramasa, uyingda kiyik o'ynamasa, sen dunyoga kelib nima qilasan deydi. Mana shu bolam ham uyida o'ynab, bolalari sayrab, dadam deb, onam deb yayrab katta bo'lgan qanday. Insonlar, men sizlardan iltimos qilaman. Mana shu qizimga endi oxirgi imkoniyat jigar qo'yasizlar deyapti. Endi rahmat, hammasi yordam beryapti. Xalqimga rahmat. Duoga insonlarga rahmat. Endi sizlardan ham bitta boshimni egib ta'zim qilib iltimos qilaman. Iloji yetgancha mana shu qizimga yordam qilingizlar. Boshqa imkoniyatim bo'lmayapti. Kecha ham juda yomon mazasi qochibdi. Bolam enam bilmasin deb ichiga yetibdi. Ahvoli juda og'ir. Iltimos sizlardan bosh egib ta'zim qilaman. Iltimos qilaman bolam uchun. Yordam qilingizlar birodarlar. Ha, bu qaytar dunyo. Hammaniki to'yida yaxshi kunda qaytsin. O'tkinchi dunyoda hech kim 100 ga kirib, 1000 ga kirib yashamaydi. Bir kun yashasin, sog' salomat yashasin. Hech kimning bolasi, onasi, otasi, o'g'li, qizi kasal bo'lmasin. Men buni hech kimga ravo ko'rmayman bolajonim. Mana yaqinda o'zi o'g'lim mana shunday bo'lib operatsiyadan keldi. Molimni sotdim. Endi uyimni sotay desam qish. Uy ham kerakda birodar. Endi O'zbekistonmiz. O'zbek xalqi, musulmon xalqi. Men sizlardan iltimos qilib so'rayman. Ag'ayinlarim, birodarlarim, qarindoshlarim, yurtimning, elimning saxovat pisha insonlari. Mana shu bolamga bitta yordam qilingizlar. Men sizlardan bosh egib iltimos qilaman-da. Boshqa imkonim yo'q. Mollarimni yana sotdim, mayliga molam tovladi. Hamma narsa tovladi. Lekin dunyoga odam bir marta keladi, azizlarim, ko'zlarimning gavhari. Sizlardan iltimos qilaman-da, yordam qilingizlar. Yetayapman. Ha, azizlar, mening uyim uzoq. Iloji boricha yordam qilaman. Endi bu ham hali yangi ro'zg'orda. Birinchi farzandi 8-sinf, ikkinchi farzandi 4-sinf. Orada mazasi yo'q uchun 1-2 bolalari turmadi. Dunyo shunday, dunyoda kimga boqadi, kimga yoqadi. Kim xursand bo'ladi, kim xafa bo'ladi, dunyo shitib o'tib ketaveradi. Kengizlar birodarlar, shu go'dagim ham 2 bolasining baxti kamolini ko'rib, umrining uzoq bo'lib, shular bolalariga to'ylarida to'yboqchi bo'lib, sahnalarda keng ishlab, hurmatli o'rtoqlar, bugun otam, onam uchun qo'shiq kuylayman, davraga chiqsin deganda, bular o'g'lining, qizining to'yida qanot yozib o'ynasin, bir kam dunyoda kam bo'lmasin shularning ro'zg'ori ham. Birodarlar, sizlardan iltimos qilaman, mayliga hammalaringizga yaxshi kunda qaytsin, og'ayinlar. Hammaga yaxshi kunda ota qilsin, o'g'llarining, qizlarining, nevaralarini to'ylarini ko'rsin. Men ham shu bolamga umr so'rayman sizlardan. Umri tugab boryapti, umriga umr qo'shingizlar. Gartak saxovat pisha insonlar. Mayli, bir so'm bo'lsa ham ko'zimga surtib olaman. Azizlarim, ko'ngildan chiqarib yordam qilingizlar. Birov so'ragan ekan, inson tosh qatdimi, bosh qatdi deb. Tosh qatdi emas ekan, bosh qatdi ekan. Ko'p kamchiliklar ko'rdim. Lekin hammasiga chidaymiz birodarlar. Rahmat hammalaringizga ta'zim qilaman. Ming bora rahmat. Hech kim hech qachon kasal bo'lmasin. Kasal bo'lsa ham bir dumalab yaxshi bo'lib ketaversin birodarlar.